Assalomu alaykum Ahmadjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Ichimlik suv masalasini biz har doim tahlil qilganimizda juda ham katta sakrash kuzatilganini yana guvohi bo'laveramiz. Ya'ni O'zbekiston oxirgi 10 yilda o'z aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash masalasida juda ham katta qadamlarni tashladi. Davlatimiz rahbari bu masalada mablag'ni ham ayamadilar. Bu masala bo'yicha juda ham katta mega loyihalar amalga oshirildi hududlarda. Kecha qanday edi degan savolga javob izlaydigan bo'lsak, kecha butunlay teskari vaziyat hukmron edi. Afsuski, 10 yil avvalgi vaziyatni esga olsak agar, mablag' masalasida, e'tibor masalasida vaziyat qanday edi, shu soha ichida yurgan inson sifatida misollar bilan aytib bering. Men o'sha paytlar Surxondaryoda ishlardim. Surxondaryoda Sherobod tumanida, Muzrabot, Qiziriq tumanlarida ichimlik suv qanchalik darajada qiyin bo'lishini, o'sha sharoitdan chiqish nimasida ishlanar edi-da. 63% ta'minlanganlik darajasi bo'lgan-u, lekin ichini yana ham tahlil qilsa, amalda boshqacharoq bo'lganligi. Bitta viloyat uchun 175 million so'm ajratilardi. Bu 175 million so'm degani 14 ta tumani bor hudud uchun 12 milliondan bo'lardi. Qanday qilib nima ish qilishimizni bilmasdik-da. Endi u bitta quduq ham qazolmas edi. Nomiga turba tortib ko'mib qo'yilgan bo'ldi. Men sizga aytsam, foiz darajasini faqat ishimiz avariya bo'lsa, avariyani tiklash bilan, tuzatish bilan cheklanib qolavergan. Men sizga bitta misol keltiraman. Ilgari markazlashgan ichimlik suv 60% deyapmiz. Har xil yetkazib beruvchilar bo'lardi. 2004-yilda joylarga tarqatib yuborildi. Viloyat hokimliklari tasarrufiga o'tdi. Viloyat hokimliklari buni endi mahalliy byudjetga qaratilgan bo'ldi. Mahalliy byudjet ham bilasiz, hamma parametrlar yo'naltirilgan bo'ladi har bir sohaga. Ichimlik suv va og'ir suvga nisbatan bu yerda uzilish bo'lib qoldi. Faqatgina 12 yillik tanaffusdan keyin 2017-yildan boshlab sohaga, hurmatli yurtboshimizni portlash darajasidagi e'tibor nazar solindi. Prezidentimiz endi respublikani hamma hududini yaxshi bilganlari uchun, sohani bilganlari uchun, joydagi muammoni bilganlari uchun aynan shu yo'nalishga urg'u berib qaradilar, mablag' ajratdilar-da. Sohada boshqacha tizim yaratildi. Biz bilan ishlovchilar ko'payyapti. Nima uchun? Xalqaro hamjamiyat ko'rib turibdi, qanday rivojlanish bo'layotganligini, jumladan qarayapti. Bizning sohamizga ham mablag' ajratsak, qaytarib olishimiz mumkin bo'lgan. Endi ishonchda 10 yillikni misol qilib oladigan bo'lsam, 35 trillion mablag' ajratildi sohamizga. Bu demak 18 trillioni respublika byudjeti mablag'lari hisobidan, 17 trillioni xalqaro moliya institutlari hisobidan. Bitta mahallaga 2 milliard 400 dan kam ajratilgan nimani ko'rmadim. 12 milliondan 2 milliardga agar taqqoslaydigan bo'lsak, 12 million u bitta mahalla emas edi, u bitta tuman edi. Bitta tuman edi. Tuman bilan mahalla o'rtasida solishtirgan bo'lsak, 150 barobarga aynan mablag' ajratish masalasi ham o'sdi. Xuddi shunday. 26-yilda hurmatli yurtboshimiz oldinga qarab siljish kerak deb topshiriq berdilar. Bu yilga biz 600 million dollar qurilish montaj ishlarini jadallashtirish bo'yicha bajaramiz. Endi hurmatli yurtboshimizda mega proyektlar bir qancha viloyatlarda bor. Xuddi shunday uzun buloq suv olish inshooti. Bu demak qayerdan oladi? Bu Zarafshon suvidan, Zarafshon daryosini. Bu qog'ozlarda orzu bo'lib qolib ketgan loyiha bo'lgan. Lekin oxirgi 10 yillik ichida faqat orzu emas, buni amalga oshirib, qurib, bitkazib, Arnasoyga, Zafarobodga nasossiz elektr energiya ishlatmasdan turib suv beradigan tarmoqlarni yaratib, tuman markazlariga yetkazdik. G'allaorolda 5 ta mahalla, 8 ta qishloq bor. 34 mingdan ko'proq aholi yashayapti. Xuddi shu magistral suv tarmog'imizdan yonida shu bo'yicha hozir loyihalash ishlarini qilyapmiz. Bu yerda ham agar buni qilsak, G'allaorolda 34 ming aholi 18% tashkil qiladi. Birdaniga bu ko'rsatkich kelgusi yilda shu kunida xudo xolasa G'allaorol ham borib turib 98% ga yaqin. Ko'rsatmasin. Mana shu sohadagi eng katta o'zgarishni siz nima deb hisoblaysiz? Birinchi o'rinda hurmatli yurtboshimizni bizni sohamizga qaratgan e'tiborlar deb bilaman. U kishi bizni ishlashga, izlanishga yo'nalish bermaganlarda bu yutuqlar biz uchun, bu foizlar, bu ta'minlash darajasi bizda hozir bo'lmagan bo'lardi. U kishining mehnatlari bilan xalqaro moliya institutlarini, qolaversa byudjetni o'zidan, biz endi byudjetdan pul olish juda murakkab bo'lardi. Yo'q, hozir u kishi
shunday tizimni yo'lga qo'yib berganlarki, 1 trillion 250, 1 trillion 300 sohamiz inobatga olinadi. Tasavvur qilganmisiz? Qachonlardir mana shunaqa mablag'gacha yetib kelamiz deb? Yo'q. Buni tasavvur qilish qiyin, tushimizga ham kirmagan. Sababi ichimlik suviga ham shuncha suv pul beriladimi, bu qanday bo'ladi? Buni tasavvur qilib hayolimizga ham kelmagan bu ishda bu. Shuning uchun mana ajratilgan mablag', hurmatli yurtboshimiz shuncha bizni sohamizga ishonib shuncha mablag'lar ajratilyaptimi? Demak, biz buni labbayni nima bilan? Faqat mehnatimiz bilan javob berib, joylarda u kishini bergan topshiriqlarni, siyosatlarni ichimlik suv bo'yicha to'liq oxirigacha yetkazib borishimiz kerak. Ajratilgan mablag'lar bitta ko'rsatkich. Ikkinchisi, ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi foiz o'sdi. Lekin jumladan aholi soni ham o'sib bordi. Uchinchisi, loyihalar misolida desam, juda unikalniy nimamiz, Damxo'ja suv olish inshootimizdan 2016-yilda tasavvur qiling, bir sutkada 160 ming, 150 ming kub suv berib turgan. Bor yo'g'i. Lekin 83 ta nasos ishlagan. Birinchi ko'tarma nasoslarimiz. Hozir shu kecha kunduzda 95 ming kub suvni elektr energiyasi olyapmiz. Samarqand viloyati 15-20 ming kub olgan, hozir 45-50 ming kub olyapti. 100 ming kubni Navoiy viloyati olyapti. 100 ming kub suvni bir sutkada Buxoro viloyati olyapti. 3 ta viloyatda, 2 ta katta shahar, 13 ta tuman markazlari mana shuncha suv olyapti. Modernizatsiyaga qancha kub bergan? Modernizatsiyagacha 160 ming kub, 150 ming kub suv berdi. Uzog'i. Ha. Yana tag'in 83 ta nasos bilan. Hozir 50 ta nasos bilan 250 ming. Xuddi shunday. Juda unikal, juda katta loyiha. Yarim asrlab suv ko'rmagan yoki suv ta'minot darajasi juda ham past bo'lgan hududlar ko'p edi deb aytyapmiz. Aynan mana shularni misol tariqasida ko'rsatish uchun hamkasbim bir tahliliy sharh tayyorlagan. Hozir shu sharhni tomosha qilib, so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Bugungi kunda Navoiy viloyatining 5 tumani va bitta shahrida Damxo'ja magistral suv tarmog'i tortilgan. Masalan, sarbozorliklarning 70 yillik orzusi amalga oshdi. Ularning quvonchini o'zidan eshiting. 73 ga kirdim. Shu vaqtgacha unaqa suv degan narsa yo'q edi bizda. Toshib ichaydik, moshina bilan ketirib beradi. Nima, bir xil odamlar, ehtiyoji bor odamlar olardi, bir xillar olmasdi. Ana hozir 26-yil biz uchun juda omadli yil keldi. Men Istiqlol ko'chasida turaman. 195 ta xo'jalik bor. Hammasi suvlashdi. Hamma xursand. Borib toshib olib kelish degan narsalar yo'q. Baraka topsin prezidentimiz. Bizni mahallamizda 5 ta ko'cha bo'ladigan bo'lsa, mana shu 5 ta ko'chadan bitta ko'chamizda 195 xonadon bor edi. Mana shu Istiqlol ko'chamiz suvlashmagan edi. Mana shu Istiqlol ko'chamiz suvlashmaganligi sababli tashib ichilardi, sotib olishga to'g'ri kelardi. Xalqimiz anchagina qiynalardi. Men hozir 60 yoshda bo'ladigan bo'lsam, 25 yil oldingi davrda eslayotgan bo'lsam, chelaklarga suvlarni ketirib qo'yaydik. Ariqdan olib, yo bo'lmasa mana kachalka kran deymiz, shundan olib qo'yaydik. Bir qarish tagida loyqasi bo'laydi. Shuni tindirib ichaydik. Oilada mana taomimizda shirin bo'lishi ham mana shu ichimlik suviga bog'liq. Farzandlarimiz sog'lom bo'lishi ham mana shu ichimlik suviga bog'liq. Toza suvdan ichganimizdan keyin farzandlarimiz sog'lom bo'ladi, ayollarimiz sog'lom bo'ladi. Birinchi navbatda prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Elimiz, xalqimiz minnatdor. Hech qachon hech bir narsaga isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik kerak. Mana suv keldi, kranni burasak, sharqillab tushib turibdi-ku demasligimiz kerak. Chunki hamma narsani tejash, tergash, o'shandan unumli foydalanish baraka keltiradi. Barakali bo'ladi. Reportajda ham ko'rdik, Damxo'jadan suv yetkazib borib, 70 yil suv kirib bormagan mahalla bugun suv ichyapti, suvdan bahramand bo'layapti. Bu ham o'sha mahalla uchun bu tarixiy voqea albatta. Endi 2026-yilgi maqsadlar haqida gaplashsak, bu yil 310 ming aholini ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlash vazifasi turibdi oldlaringizda va bu ko'rsatkichga erishish uchun endilikda qanday yangi yondashuvlar joriy etishni maqsad qilgansizlar? 26-yilga qilinayotgan ishlarimiz albatta o'tgan yili, undan oldingi yillarda aholining murojaatlari, umuman taklifdan kelib chiqib shakllantirilganda. Hurmatli yurtboshimiz 140-sonli farmonlarni imzolab berdilar. Marrani juda yuqori qo'yib berdilar. Marra yuqori. Sifat bilan endi sarf hisobini joy-joyiga qo'yishimiz kerak.
sifatga ishlashimiz kerak va ishlab chiqilgan suvni har bir kubini hisob kitobini olishimiz kerak. 97 banddan iborat farmonda belgilangan topshiriqlarni yechimlari qanday bo'ladi degan nimada 2 yilda nimalar qilishimiz kerakligi to'g'risida aniq va ravshan nimani belgilab oldikda. Bu demak birinchi navbatda elektr energiyani tejamkorlik ishlashimiz kerak. Buning uchun uchetni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ikkinchisi 10 mingdan ko'proq budjet tashkilotlariga aqlli suv hisoblagichlar o'rnatiladi. Budjetda suv ishlatish ham nimaga o'tadi? Tejamkorlikka ular ham o'tadi. 51 ta joyda bu o'zgarishi mumkin. Sababi hududlarda magistral tarmoqlar qurilgandan keyin albatta nima bo'ladi? Magistral demak faqat u suv yetkazib, qazib chiqaruvchi bilan magistral bitta bo'ladi. Har bitta qayerda hamma joyda har xilda. Magistral demak alohida bitta hududda 2 ta yo 3 ta, 5 tagacha magistral suv yetkazib beruvchi bo'lishi mumkin. Bular demak faqatgina suvni yetkazib boradi. Undan keyin suv hisoblagichlar, boya zamonaviy nimalar qo'yilgandan keyin buni biz markazlashgan dispetcherligimizga tortamiz hali. SCADA tizimlarini rivojlantirib boryapmiz-ku. Bu yoqqa tortamiz. Haqiqatan ham bir sutkada qaysi tuman, qaysi hudud qancha suv olayotganini ko'rib turish. Mana buni ikkiga bo'lamiz. Natijada suv yetkazib beruvchi bo'ladi. Uni aholiga yo boshqa iste'molchilarga sotuvchi bitta paydo bo'ldi. Paydo bo'ldimi? Bular endi o'rtasida nima bo'ladi? Raqobat bo'ladi. Aniq hisob kitob bo'ladi. Boyagi mana shuncha palon kub oldi, palon tuman degan narsa yo'q. 1 yil mobaynida eksperiment o'tkazdik biz. Ya'ni Damxo'jadan chiqish joyida uzun hisoblagich qo'ydik. Demak, Samarqand viloyatiga kiryapti. Samarqanddan chiqib ketishda qo'ydik. O'rtadagi suv paydo bo'ldimi? Viloyatni o'zi qidirib qoldi. Menda shuncha suv bor ekan, ichkariga qayerga ketdi deb ular topdi. Undan keyin Navoiyga kirish. Navoiyga kirdi, Navoiydan chiqib ketish bor. Qolgani Buxoroga ketyapti. Buxoroda ham xuddi shunday uchet bor. 11% har yili bateriyaga yozib qo'ygan bo'lsak, mana hozir endi boshlab bu bateriyamiz 2% ga tushdi. 2026-yilda hududlarda qanday mega loyihalarga start beriladi? 3 ta hududda yirik mega loyihalarimiz bor. Qashqadaryo viloyatida Hisorakda ekspertiza xulosalarini olib hujjatlarni kiritsak, bu demak Hisorakdan suv olib kelish Qashqadaryo viloyatining janubiy 4 ta tumaniga va Qarshi shahriga. Bu 1.100.000 aholini o'z ichiga oladi. Qarshi shahri uchun 100 ming kub, G'uzor tumani uchun 40 ming, Qarshi tumani uchun 20 ming va Qamashi tumani uchun 40 ming kub bir sutkada ichimlik suv yetkazib berish mega loyihalarimizdan bittasi bo'ladi. Loyiha qiymati qancha buni? Loyiha qiymati hozir dastlabki texnik iqtisodiy asoslar bilan hisoblab chiqilganda 2 trillion 700 milliard bo'lyapti. Bu endi hozir ekspertizaga kirdi. 220 million dollarlar atrofida bo'lib qoladi. Hisorakdan suv olib kelish bu umuman o'ylash mumkin bo'lmagan ish bo'lgan. Demak, uni ham qilsa bo'lar ekan. Bu O'zbekiston tarixida tog'li hududlarda 4-loyiha bo'ladi. Tog'dan suvni olib kelish uchun qanchalik mashaqqat bo'lmasin, lekin mana shunga yechimlar topgan quruvchilarimiz bo'ldi. Amaliyotda isbotlab berildi. Loyihachilar shunday yo'nalish olganki, suv chiqadigan joydan bu yoqqa kelishda biror joydan nasos elektr energiya ishlatilmaydigan bo'lyapti-da. Tog'dan qiya tushishlik peripatlarning balandligi to'polondan 2 hissa yuqoriroq. Lekin mana shu loyihani hurmatli boshimizni tashabbuslari bilan jazm qilindi va teo ishlab chiqilib, loyihachilarimiz yechimlarini topib berdi. Bu bitta loyihamiz. Ikkinchisi Germaniyaning taraqqiyot banki 197 million yevro mablag' ajratib, demak bu katta mega loyihamiz. Surxondaryo viloyatida bitta shahar 5 ta tuman markazida oqova suv tizimlarini amalga oshirish, Farg'ona viloyatida Qo'qon oqova suv, Marg'ilon ichimlik suv va kanalizatsiya tarmoqlari bo'yicha ishlarimizni boshlaymiz. Uchinchisi Pitnyak shahrining o'zida bir sutkada 400 ming kub ichimlik suv tozalash inshootini boshlanishi va mana shu eng katta mega loyihalarimizdan bittasi bo'ladi. Xudo xolisa, loyihalarni ishga tushganda ham mana shu loyihalarni mashaqqati va endigi natijalar haqida suhbatlash nasib qilsin. Studiyadagi ishtirok uchun va muhim tahlillar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz, Ahmadjon aka. 2 yillik katta dasturni ro'yobga chiqarishda, katta mega loyihalarni amalga oshirishda kuch-quvvat tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Rahmat.